Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Tövəndə huzurularga Qızlarga 100 nəsihət namlıq əsərinin davamı anlatıldı. Qızlarga 100 nəsihət. 81-ci nəsihət. Ay qızım, qo'pol muomillik kishilarning muomilasiga yaxshi muomala bilan javob qaytarın. Başqalarning sizga yaxshi muomalada bo'lishini istasangiz, o'zingizning muomalangizning ularninkidan yaxshiroq bo'lishiga ahamiyat bering. O'zingizdan kichiklarni xo'rlamang, aqlingiz va martabangiz bilan maqtanmang. Balki o'z martabangiz va boshqalarning martabalarini yaxshi tushunib, har kimga o'ziga yarasha muomala qiling. Başqalarning sizga go'zal muomala qilishini istasangiz, oldi bilan o'zingiz ularga go'zal muomala qiling. Ular bilan muhabbatlik bo'lishingiz sababli sizning obro'yingiz tushib ketmaydi. 82-ci nəsihət. Ay qızım, başqalarga yaxshi ishlarni so'zlang, yomon ishlarni yoshiring. Odamlar bilan shundoq muomala qilingki, ular hayotligingizda sizni hurmatlasin, vafot bo'lgandan keyin sizni aslab qayg'ursin. Nihoyatda zarur bo'lib qolgan chog'da boshqalardan yordam so'rashga bo'ladi. Odatdagi chog'larda boshqalarga yuk bo'lib, ortavelish yaramas qiliqdir. Şoňa başqalarga öz eğirliğinizni salmang, ularning mal baylıqlarga tama ko'zingiz bilan baxmang. Öz rizqingizni o'zingiz ishlab tepib yang, biror ishni qilishga so'z bergan bo'lsangiz, so'zingizning huddidan chiqing. Va'dangizga vafo qiling, kim bilan do'st bo'lgan bo'lsangiz, do'stlikka sodiq bo'ling. Kishilarning shodlikda shodlanib, qayg'usiga qayg'uring. O'zingiz so'ymagan narsani boshqalarga ravo ko'rmang. 83-ci nəsihət. Ay qızım, cəmiyyət mənfəəti üçün xizmət qılın. Bu yolda sərf qılğan vaxtınızı zaya ketdi deb qaramang. Çünki başqalarını söyüş, onlara yardım veriş və onların kəmçiliklərini düzəltiş ulug'luq və adamgarchilik belgisidir. Qalblərdə adavətni yoshirish xuddi kul ostida cho'g' yoshirgandek bo'ladi. Birovning sana rahmat ta'zim qilib yurgandan ko'ra sana biqinib yashag'ani ming afzal. Boshqalarda sana nisbatan hojatmanlik tuyg'usi bo'lmasa, seni bir umr hurmatlab ketishi mumkin. 84-ci nəsihət. Ay qızım, sukut qilish orqali g'azabingni o'chirgin. O'z ayibingni bilib olishga xuddi dushmaning uni bilishga qiziqqan. Kishilarga baho berishda hargiz uning pul mili, yuz obro'yini hisobga olma. Bayashatlikqa, shahvatga berilma. Yuksak g'oya, istaklaring bo'lsin. Hayotdan hargiz qo'rsoq to'yg'izish va shahvatingni qondirishga beg'ishlanmasin. Chunki qo'rsoq bilan shahvat g'amidan boshqa g'ami yo'q odamning qimmati u ikki joydan chiqqan narsadan ortiq bo'lmaydi. 85-ci nəsihət. Ay qızım, irodalik odam oxirgi hisobda g'alabaga erishguchidir. İrada bo'lsa, ishonchmi kuchaydi. Aql parasitini to'liq joriy qildirgani hamda kasbda ulug'vor natijalarni yaratqili bo'ladi. Haqiqiy qadr-qimmat hayotlikdan ustun turadi. U odamning kishilik qadr-qimmatini namoyon qilib qolmasdan, odamning mavjud bo'lib turish suhbatini namoyon qiladi. Chaqimchilik qilib odamlarni bir-biriga dushmanlashtirgan kishilar eng yaramaz, eng yomon kishilardir. 86-ci nəsihət. Ay qızım, ilojingning boricha o'zingga dushman ko'paytma. Biror kishi senga dushmanlik qilishga boshlasa, sen uningga marhamat ko'zing bilan qara, ko'nglini ol. Shuning bilan u kishi do'stlaring qatoriga qo'shiladi. Do'stlaringni shafqat va marhamating bilan xushal qil. Shundala ular seningdan ayrilmay, samimiy do'stlaring bo'lib qoladi. Muloyim kishining 3 belgisi bor. Birinchi, so'rin talat, zahar so'zli kishilar uningga qo'pol so'zlasimi, u yaxshilik qiladi. Ikkinchi, qahr g'azab o'ti ushqunlashga boshlaganda u tishini tishiga bosadi. Uchinchi, biror odam o'ziga ziyon yetganda uni jazolashga kuchi yetsa-mu, achchig'ini yutadi. 87-ci nəsihət. Ay qızım,
Agar biror hojatmanning sana hojati tushsa, u hojatmanning sana yoki diningga zarar yetmasa, boylig'ingga, ya'ni pul milingga ta'sir ko'rsatmasa, u kishining hojatini ado qil. Quruq qo'l yondirmag'in. Ham u hojatmanni yolg'onchi deb gumon qilma. Agar u, ya'ni hojatman sening yaxshi kishi ekanligingga ishonmasa, hojatini tilab oldinga kelmas edi. Shuni bilginki, sana hojati tushgan har qanday hojatman sening asiringdir. Darhaqiqat, hojatmanlik asirlikning ikkinchi martabasidir. Shunga asirlarga ham rahim qilg'aysan, asirni o'ldirish muvofiq emas. 88-nasihat. Ay qizim, kishilarning xizmatkorlarga xush muomalada bo'l. Iching bilan teshingni to'g'riliq bilan beza. Diling bilan harakating o'xshash bo'lsin. Imkon bor namoz o'tash, ro'za tutish qatorliq ado qilishga tegishli qoidalarni ado qilishga tirish. Kishilar bilan bo'lgan muomalada tiling tatliq bo'lsin, ko'ch-ko'ylarda, ya'ni bozorlarda to'lolag'aylab yurma. Avam arasida aziz bo'lg'aysan. Yomon yolg'ondan parhez qil, so'zlaganda so'z munbirini adab qoidalarini saqla. Takabburlik qilma, yolg'on aytma, qatorliq bo'lmag'ur qiliqlardan yiroq bo'l. Xalqni o'zing qilgan va qilolmaydigan ishga boshla. Shundala insof, dinoyatlik kishilar qatoridan o'rin olaysan. 89-nasihat. Ay qizim, ilmni obdan o'rgan va o'rganganlaringni yaxshi iboralar orqali ado qil, ya'ni boshqalarga yetkiz. Ilm o'rganish va o'rgatish yo'lida xijil bo'lma, ammo hech vaqt yolg'on aytma. Ba'zida ogohlantir, ba'zida suyundir. So'z qilganda to'laroq o'zing hududdan chiqa oladigan va obdan biladigan so'zlarni degin. Munoziraga, ya'ni talashga soladigan dalil isboti bo'lmagan so'zlarni deyishdan saqlan. Chunki talashga soladigan dalil isboti bo'lmagan so'zlar kishini uyatga qoldiradi. 90-nasihat. Ay qizim, qiz bo'lib yarilish peshonangizga putilgan ekan. Siz bu muqaddas irodadan o'zingizni cheksiz baxtli sanashingiz, qiz bo'lganligingizdan faxrlanishingiz, vujudingizga qizlik fazilatni jamlab, sehriy kuchingizni qizishingiz hayotga, insonlarga foydali bo'ladi ekan. Har qanday ishga ijtihod qilib, o'zingizning erlar qilolmaydigan ishlarni qilolaydiganligingizni bildirib qo'yishingiz kerak. O'zingizning hayron qolarlik natijalari orqali kishilarni qoyil va moyil qila olsangiz, siz bu dunyoda ma'nilik yashaganning haqiqiy paysini surgan hisoblanasiz. Hurmatli anglovchilar, anglitishimiz mushada oxirlashdi. Davomi qiziqsangiz, erta musha soatda huzuringlarda.